Hurmatli mahalla xotin-qizlar faollari, bugungi kunda oilalarni mustahkamlash va xotin-qizlar bilan ishlash tizimida faoliyat yuritayotgan har bir soha mas'ul xodimi, xususan mahalladagi xotin-qizlar faollari, tegishli tashkilot, idoralar bilan tizimli hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishi ish samaradorligining oshishiga xizmat qiladi. Xotin-qizlar faoli tomonidan mahallalarda oila va xotin-qizlar tizimida turli tashkilotlar, idoralar, jamoat birlashmalari, nodavlat tashkilotlar, tadbirkorlik subyektlari bilan ishlarni hamkorlikda yo'lga qo'yish katta ahamiyat kasb etadi. Bunda xotin-qizlar faolligini oshirish hamda oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomligiga erishish samara beradi. Bu hamkorlik mahallada oilalarning mustahkamlanishi, xotin-qizlarning yangi imkoniyatlarga ega bo'lishida mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishligi ham yordam beradi. Umuman olganda, mahalladagi xotin-qizlar faolining oila va xotin-qizlar muammolarini bartaraf etishda hamkorlikning quyidagi asosiy yo'nalishlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda 3 ta yo'nalishdagi hamkorlikni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi bu hamkor tashkilotlar, ya'ni bu ichki ishlar, adliya, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya kabi yo'nalishdagi mas'ul tashkilot va idoralar bilan hamkorlikni olib borish nazarda tutiladi. Ikkinchi yo'nalishda esa bu mahalladagi yettilik tizimining a'zolari, ya'ni mahalla raisi, hokim yordamchisi, profilaktika inspektori, yoshlar yetakchisi, ijtimoiy xodim va soliq inspektori bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. Uchinchi yo'nalishimiz esa mahalladagi jamoatchilik tuzilmalari, ya'ni oqila ayollar harakati, xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha komissiya, ayollar maslahat kengashlari, ota-onalar universiteti, korxona va tashkilotlardagi xotin-qizlar masalalari bo'yicha boshlang'ich tashkilotlar bilan samarali hamkorlikni amalga oshirish, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyalari bilan ishni amalga oshirish kabi yo'nalishlar kiradi. Endi xotin-qizlar faollari o'zlari faoliyat yuritayotgan mahalladagi oila va xotin-qizlar bilan bog'liq vazifalarni bajarishda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda kelishilgan holda faoliyat olib borishlari maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buning uchun har bir xotin-qiz faoli avvalo o'zi funksional vazifalari va majburiyatlarini bilishi, o'z vakolati va huquqlaridan kelib chiqqan holda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda faoliyatni yo'lga qo'yishi talab etiladi. Umuman olganda, xotin-qizlar faolining quyidagi asosiy vazifalari mavjudligini barchamiz bilib olishimiz zarur. Bu birinchidan xotin-qizlarning jamiyatdagi faolligi va huquqiy madaniyatini oshirish, ta'lim olish va har tomonlama manzilli qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlarni tashkil qilish hisoblanadi. Keyingisi esa oilaviy poliklinika mutaxassislari hamda mahallaga biriktirilgan doyalar bilan hamkorlikda xotin-qizlar o'rtasida reproduktiv salomatlik qoidalarini, sog'lom turmush tarzini, erta tug'ruq, istalmagan homiladorlikning oldini olishga oid ishlarni keng targ'ib qilish va sportni ommalashtirish kabi vazifalar hisoblanadi. Keyingi vazifamiz xotin-qizlarni kasbga o'qitish, ularning bandligini ta'minlash, oilaviy va xususiy tadbirkorlikka jalb etish hamda hunarmandchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga ko'maklashishdir. Undan keyingi vazifamiz milliy va an'anaviy qadriyatlarni keng targ'ib qilish, oilalarni mustahkamlash, undagi ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, nizoli va zo'ravonlikka moyil ziddiyatli oilalar bilan ishlash, mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda xotin-qizlarning turli radikal oqimlar ta'siriga kirib qolishini oldini olish bo'lib hisoblanadi. Yana bir muhim vazifamiz bu ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilalarni moddiy ma'naviy qo'llab-quvvatlash, ularning uy-joy sharoitlarini yaxshilashga ko'maklash hisoblanadi. Va yana bir muhim vazifamiz borki, u ham bo'lsa xotin-qizlar o'rtasida jinoyatchilik, huquqbuzarlik, tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish, jabrlanganlarni reabilitatsiya qilishni tashkil etish, profilaktika hisobidagi xotin-qizlar bilan ishlash, chet davlatlardagi ayollarni oilasiga qaytarish, ularning bandligini ta'minlashga ko'maklashish hisoblanadi. Xotin-qizlar masalalari bo'yicha mahalladagi yettilik bilan ishlarni to'g'ri tashkil etish,
hamkor tashkilotlar bilan, idoralar bilan hamkorlikni to'g'ri rivojlantirish ham bizning asosiy vazifalarimiz qatoriga kiradi. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 21 dekabrdagi 209 sonli farmon bilan mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi mazkur farmonni 4-ilovasiga asosan ham biz xotin-qizlar faoliga yana quyidagi 4 ta vazifa yuklatilgan va ushbu vazifalar bilan tanishsak. Birinchisi bu sog'lom oila, sog'lom jamiyat tamoyilini targ'ib qilish hisoblanadi. Bu yerda yaqin qarindoshlar o'rtasidagi va erta nikohni oldini olish, reproduktiv salomatlikni yaxshilash, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha maqsadli chora-tadbirlarni amalga oshirish birinchi vazifa qilib belgilangan. Bu yerda hurmatli mahalla xotin-qizlar faollari biz uchun belgilab berilgan kunlik ish rejasi, oylik ish rejasi, haftalik ish rejalariga amal qilgan holda har oyda 20 ta oilaga kirib, oilaviy qadriyatlarni targ'ib qilishimiz, nikohlarni qonuniyligini ta'minlashimiz zarur bo'ladi. Mahallada har oyda ajrim yoqasiga kelib qolgan nizoli oilalarni 5 tasini sog'lom turmush tarziga qaytarishga harakat qilishimiz kerak va ushbu rejamizni albatta mahalla yettiligi bilan birgalikda, xususan mahalla raisi bilan rejamizni, hisobotimizni kelishgan holda olib borishimiz zarur hisoblanadi. Ikkinchi demak vazifamiz bu xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga ko'maklashish hisoblanadi. Bu ham asosiy dolzarb bo'lib turgan vazifalarimizdan biri hisoblanib, bu yerda ham mahalla yettiligi bilan birgalikda har oyda bir marotaba maktabdagi o'quvchi qizlar bilan uchrashib, ularning ta'lim olishiga qiziqishini oshirishimiz lozim bo'ladi. Har oyda kamida 5 nafar mahalladagi xotin-qizlarni tadbirkorlik, kasanachilik va hunarmandchilikka jalb qilish ishlarini tashkil etishimiz lozim bo'ladi. Uchinchi yo'nalishimiz, ya'ni uchinchi vazifamiz bu xotin-qizlarning muammolarini o'z vaqtida aniqlashimiz. Har kuni xonadonlarga kirib o'rganishimiz, ushbu muammolar yuzasidan demak kimlar bilan hamkorlik qilishimizni aniqlaganimizdan so'ng davlat organlari, tashkilotlariga murojaat qilishimiz mumkin bo'ladi va og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy yordam, xususan huquqiy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatishni ijtimoiy xodim bilan birgalikda tashkil etishimiz lozim bo'ladi. Bu yerda ahamiyatli jihat shundaki, e'tibor bering, har oyda kamida 10 nafar og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy, huquqiy, psixologik yordam ko'rsatishni tashkil etishimiz lozim bo'ladi. Va 4-navbatdagi vazifamiz bu xotin-qizlar o'rtasida ijtimoiy profilaktika va moslashtirish ishlarida hamkorlik qilish. Tazyiq, zo'ravonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratishda albatta ishtirokimiz zarur bo'lib hisoblanadi. Va bunda yana qaytarib o'taman, bizdagi o'sha kunlik, oylik, haftalik rejamiz asosida har oyda bir marotaba jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan va profilaktik hisobda turgan xotin-qizlar xonadoniga kirib, ular bilan suhbatlar uyushtirib, ularga o'sha o'z dugonasi kabi yaxshi muomalada bo'lib, muammosini o'rganishimiz zarur hisoblanadi. Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini ham aniqlashimiz bugungi kunda eng dolzarb vazifamiz hisoblanadi. Bunda esa bizga profilaktika inspektori bilan birgalikda hamkorlik qilish talab etiladi va albatta ushbu holatlar aniqlanganda profilaktika inspektorini xabardor qilishimiz shart. Tuman aholi bandligiga boshqatdan mazkur demak yuqoridagi bizni sanab o'tilgan asosiy vazifalarimiz, funksiyalarimizdan kelib chiqqan holda kimlar bilan ishlarni
yo'lga qo'yishimiz kerakligini bilib olishimiz kerak. Hamkor tashkilotlar deganda biza xotin qizlarning bandligi, ularni kasb hunarga bo'lgan ishtiyoqlaridan kelib chiqib hamkor tashkilot sifatida tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi bilan hamkorlikni o'rnatishimiz zarur hisoblanadi. Yoki xotin qizlarning demak jinoiy yo'lga kirishi, turli huquqbuzarliklarni oldini olish, oilalarda aniqlangan tazyiq va zo'ravonliklarni oldini olish borasida, ayniqsa himoya orderlarini berilishini demak ko'maklashishda biz albatta tuman ichki ishlar bo'limlari bilan ham hamkorlik qilishimiz zarur bo'ladi. Bu yerda profilaktika inspektori bilan albatta hamkorlik qilgan tarzda. Yoki xotin qizlarimiz orasida tadbirkorlikka qiziquvchi, ya'ni o'z salohiyatini namoyon qilgan holda tadbirkorlikni demak amalga oshirmoqchi bo'lishsa, bu holatda demak tadbirkorlikni rivojlantirish markazlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz zarur hisoblanadi. Yana bir muhim demak yo'nalishimiz va hamkorligimizni talab etuvchi jihat bu inson ijtimoiy xizmatlar markazi hisoblanadi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi bilan hamkorlik qilganimizda biz albatta oilalarni o'rganganimizda u yerdagi yolg'iz keksalar, ijtimoiy himoyaga, ijtimoiy xizmatga muhtoj bo'lgan demak nogironligi bo'lgan shaxslar aniqlanganda ularga ko'maklashish uchun albatta inson markazlari bilan hamkorlikni o'rnatishimiz zarur. Qolaversa yosh qizlarimiz orasida, xotin qizlar orasida demak sport bilan shug'ullanish, sportga bo'lgan ishtiyoqlarini amalga oshirishda demak tuman sport bo'limlari, yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limlari bilan ham hamkorlikni o'rnatsak bo'ladi. Umuman olganda bizni hamkorligimiz demak tibbiyot birlashmalari tumandagi yoki tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bilan, shuningdek tuman ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bo'limlari bilan ham amalga oshirilishi va yo'lga qo'yilishi mumkin bo'ladi. Shu bilan bir qatorda oilalarga kirganimizda, u yerdagi muammolarni o'rganganimizda rasmiy nikohda bo'lmagan oilalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bolalariga tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalarni olinmaganligi, umuman rasmiylashtirilmagan holatlarga duch kelganimizda albatta biz demak fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organlari bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ysak bo'ladi. Ayollar orasida turli yot g'oyalar va radikallashuv kabi holatlarni payqagan bo'lsak, bu borada oqila ayollar va ko'chaboshilar bilan hamkorligimizda shu holatlar aniqlangan bo'lsa, albatta din ishlari bo'yicha qo'mitani hududiy bo'linmalari, diniy tashkilotlar bilan ham hamkorlik masalalarini yo'lga qo'ysak bo'ladi. Umuman olganda ushbu hamkor tashkilotlar bilan ishlarni amalga oshirishdan avval biz mahalla xodimlari bilan, mahalla yettiligi bilan ishlarni to'g'ri tashkil eta olsak, albatta tumandagi hamkor tashkilotlar bilan ishlarimizni yo'lga qo'yishimiz oson kechadi. Bu borada esa bugungi kunda mahallani, aholini ko'makchisi, himoyachisiga aylanib borayotganligi muhim ahamiyat kasb etadi va bu yerda bizni albatta o'z rolimiz bor. Mahallada aholini har tomonlama himoya qilish maqsadida demak yettilik tizimi joriy qilingan va biz ushbu yettilikning bir alohida bo'g'ini hisoblanamiz. Mazkur tizim mahalla raisi boshchiligida hokim yordamchisi, xotin qizlar faoli, profilaktika inspektori, yoshlar yetakchisi, ijtimoiy xodim va soliq inspektorini o'z ichiga oladi. Ana endi xotin qizlar faoli mahallalarda oila va xotin qizlar tizimidagi turli tashkilotlar va demak jamoat birlashmalari fuqarolar bilan hamkorlik qilishi bu borada ahamiyatli ekanligini aytib o'tdik.
Bu hamkorlik, demak, mahallada oilalarning mustahkamlanishi, xotin-qizlarni yangi imkoniyatlarga ega bo'lishida mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishga albatta yordam beradi. Bunda albatta bugungi kunda mahallaning tom ma'noda aholini ko'makchisi, himoyachisiga aylanganligini barchamiz his etishimiz lozim bo'ladi. Mahallada aholini har tomonlama himoya qilish maqsadida barchamizga ma'lum o'ziga xos 7lik tizimi joriy etildi. Va hurmatli mahalla xotin-qizlar faoli, biz ushbu 7likning ajralmas qismi hisoblanamiz va barchamizni bu borada o'z rolimiz bor. Ana endi mazkur tizim mahallada mahalla raisi boshchiligida, demak, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, yoshlar yetakchisi, ijtimoiy xodim va soliq inspektoridan iborat ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Mahalladagi xotin-qizlar faoli mana shu mazkur 7likni qolgan a'zolari bilan doimiy tarzda hamkorlikni olib borishi va faoliyatini yo'lga qo'yib birgalikda harakatlanishida, demak, oilalarni mustahkamlanishi hamda xotin-qizlarni huquqlarini, manfaatlarini himoya qilishda ahamiyatli hisoblanadi. Ya'ni barchamiz o'z vakolatimiz, vazifamizdan kelib chiqib, yakka tarzda harakatlanishimiz imkonsiz va yuqorida sanab o'tilgan vazifalarimizda ham ko'rinib turibdiki, biz o'z faoliyatimizni ham hamkor tashkilotlar bilan, ham mahalla 7ligi bilan birgalikda amalga oshirishimiz zarur hisoblanadi. Ana endi ushbu vazifalarimiz qaysi ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak, xotin-qizlar faoli va mahalla raisi bilan o'zaro hamkorlik qanday yo'lga qo'yilishi kerak? Biz bilamizki, mahalla raisi ushbu 7likni birlashtiruvchi vakolatli shaxs hisoblanadi hamda biz o'z kunlik, haftalik, oylik rejalarimizni albatta mahalla raisi bilan kelishgan holda, unga hisobotlar bergan holda tashkil etishimiz zarur hisoblanadi. Har dushanba, seshanba, chorshanba kunlari tashkil etilgan tadbirlarimizda va xonadonlarga kirib muammolarni o'rganishimiz borasida ham mahalla raisi bilan birgalikda demak, maslahatlashishimiz, u bilan doimiy xabardorligini yo'lga qo'yib, axborot berib turishimiz lozim bo'ladi. Xotin-qizlar faoli, demak, mahalla raisiga oilalardagi ijtimoiy, ma'naviy muhit sog'lomligiga ta'sir ko'rsatayotgan omillarni hamda notinch, nizoli, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar, to'y va boshqa oilaviy marosimlar haqida ham ma'lumot berishi lozim bo'ladi. Mana shu yerda notinch, nizoli, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar hamda oilalardagi nosog'lom muhit borasida albatta bizga ko'chaboshlar, oqila ayollarning demak hamkorligi zarur hisoblanadi va barchamiz hurmatli xotin-qizlar faollari, ajrim yoqasida turgan oilalar qanday oilalar, notinch oilalar qanday oilalar, ularni ajrata olishimiz va bir-biridan farqlay olishimiz muhim hisoblanadi. Qolaversa, mahalla raisi oilalarda ijtimoiy, ma'naviy muhitni saqlash, demak, nizoli oilalarni yarashtirish, milliy qadriyatlar va urf-odatlarni targ'ib qilish, to'y marosimlarini ixcham o'tkazish, milliy qadriyatlarga zid bo'lgan turli rasm-rusum va odatlarni bartaraf etish borasida millatlararo do'stona muhitni yaratish va saqlash bo'yicha ham mahalla kengashi va jamoatchilik tuzilmalarini jalb etgan holda amaliy choralarni ko'radi. Bunda demak ahamiyatli jihati shundaki, mahalla raisi mahalla xotin-qizlar faoliga mana shu yo'nalishlarni tashkil etishda, choralarni ko'rishda yordamchi hisoblanadi va ushbu ishga tashkiliy ma'noda demak rahbarlikni yo'lga qo'yadi. Bu yerda esa mahalla xotin-qizlar faolidan albatta demak oilani tinchligiga ta'sir etuvchi omillarni yaxshi tahlil qilish, ularni
demak o'z vaqtida mahalla raisi bilan kengashib turishi zarur hisoblanadi. Va unutmasligimiz kerakki, demak oila tinchligini saqlashda albatta turli omillar sabab bo'lishini unutmasligimiz kerak. Va bir tomonlama yondashish yoki aybdorni izlash hissi bilan emas, balki rais bilan kelishgan holda mana shu oilani notinchligiga sabab bo'layotgan sabablar, misol uchun uchinchi shaxsning aralashuvi yoki oiladagi demak kamsitish holatlari yoki ta'lim olishga, mehnat qilishga bilan bog'liq bo'lgan nizolar, ijtimoiy nizolar, maishiy nizolar yoki moddiy ta'minot bilan bog'liq nizolarni payqagan hollarimizda rais bilan kengashishimiz zarur bo'ladi. Chunki rais, demak mahalla raisi bu boradagi qaysi chorani qo'llash haqida bizga kerakli tavsiyalarni berishi va ishni to'g'ri tashkil etishimizda yordam berishi mumkin bo'ladi. Ana endi uyma-uy, xonadonma-xonadon yurib, xotin-qizlarimiz bilan suhbatlarda bo'lib, oqil ayollar bilan suhbatlarda bo'lganimizda xotin-qizlar orasida demak ishga, kasb-hunarga bo'lgan ishtiyoqini aniqlaganimizda albatta mahalla yettiligidagi hokim yordamchisi bilan quyidagi ishlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. U ham bo'lsa, demak ishsiz, kasb-hunarga o'qishga, kredit olishga va subsidiyaga ehtiyoji bor xotin-qizlarni aniqlaganimizdan so'ng hokim yordamchisi bilan birgalikda ushbu muammolarni yechishga harakat qilamiz. Ya'ni o'z hududimiz doirasida, tuman doirasida ayollarning, xotin-qizlarning qiziqayotgan kasblarini aniqlashimiz va to'g'ri yo'naltirishimiz zarur hisoblanadi. Bu esa hokim yordamchisidagi bor ma'lumotlardan, demak bandlik bo'yicha bo'sh ish o'rinlari hamda kasb olish uchun qaysi demak tashkilotlarga murojaat qilish mumkin yoki tumanlarda tashkil etilgan mono markazlarga joylashgan holda kasbni egallash masalalarini ham hokim yordamchisi bizga ko'makdosh bo'ladi. Va tadbirkorlik faoliyatida albatta bugungi kunda kreditlar masalasi, subsidiya masalalarida ham hokim yordamchisi bizga ko'makdosh bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun o'z vaqtida xotin-qizlarni mana shunday ehtiyojlarini aniqlaganimizda hokim yordamchisiga murojaat qilishimiz muhim. Qolaversa, hokim yordamchisi xotin-qizlar faoli bilan hamkorlikda ishsiz yoki mehnat migratsiyasidan qaytgan, jazoni ijro etish muassasalaridan demak ozod etilgan xotin-qizlar bilan ham ishlashimizda ko'maklashadi. Shu bilan birgalikda mehnat bozoridagi o'sha talabdan kelib chiqib kasb-hunarga o'qitish masalasini birgalikda tahlil qilib, muhokama qilib olishimiz muhim hisoblanadi. Misol uchun bugungi kunda o'sha pazandachilik, kashtachilik yoki etiklik, tikuvchilik masalalari muhim dolzarbmi mehnat bozorida yoki IT sohasi, turli o'sha kompyuter yoki mobil ilovalar orqali ham demak kasb o'rganish muhimmi? Mana qaysi biri o'z hududimizda muhimligini muhokama etishimiz zarur bo'ladi. Buning uchun esa hokim yordamchisi bilan doimiy muloqotda bo'lish, bugungi kunda mehnat bozoridagi yangiliklardan boxabar bo'lishimiz va o'z hududimizni xususiyatidan kelib chiqib, demak opa-singillarimizni xohish istaklarini oilalari bilan birgalikda amalga oshirishlarida demak tahlil, suhbatlar va mulohazalarni yuritishimiz zarur bo'ladi. Qolaversa, ularni bandligini ta'minlash masalasi ham
hokim yordamchisi bilan birgalikda maslahatni talab etadi yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun kredit va subsidiya ajratishda ham mana shunga e'tiborli bo'lish muhim. Bu yerda opa singillarimizni albatta kredit mas'uliyati, subsidiya nimaligi haqida xabardor qilishimiz zarur bo'ladi. Bu albatta hurmatli mahalla xotin-qizlar faoli sizdan o'z bilimingizni doimiy oshirib olishni ham talab etadi va bu borada ushbu bilimlarni boyitishda mahalla demak hokim yordamchisining o'rni katta. Qolaversa, tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqilgan mahsulotlarni demak realizatsiya qilish, ularga uslubiy axborot va konsultativ yordam berish choralarini ham biz hokim yordamchisiz amalga oshirishimiz juda qiyin. Chunki ko'plab opa singillarimiz bugungi kunda uydan, oiladan ajralmagan holda demak tadbirkorlik bilan shug'ullanishyapti. O'z mahsulotlarini chiqarishyapti yoki aytaylik ko'plab qo'l mehnati bilan yaratilayotgan ishlarini sotuvga chiqarishlari imkoniyati yaratilgan va bu borada ham mehnat bozorining talablarini bilish, ularni qayerga to'g'ri taqsimlash va qayerda ushbu mahsulotlarni sotishlari mumkinligi haqida ham albatta hokim yordamchisidan aniq batafsil ma'lumotni olishimiz va kengashishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi hurmatli mahalla xotin-qizlar faollari, bizning yana bir dolzarb yo'nalishimiz yuqorida ham aytib o'tildiki, u ham bo'lsa xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, ularni huquqiy madaniyatini oshirish, qizlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar, huquqbuzarliklarni oldini olish yoki oilaviy zo'ravonlik kabi dolzarb masalalarni yechishimizda biz albatta demak profilaktika inspektori bilan hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz zarur hisoblanadi. Burada bugungi kundagi qonunchilik masalalari, demak qonunlarni bilish, ulardan xotin-qizlarimizni, oilalarimizni demak xabardor qilishimiz ham muhim hisoblanadi. Va bu borada albatta demak profilaktika inspektori bizga ko'makdosh bo'ladiki, u ham bo'lsa qonunchilikdagi yangiliklar, opa singillarimizga yaratilayotgan shart-sharoitlar, ularning huquqlarini himoya qilinishi borasidagi demak konstitutsiya va oila qonunchiligi, qolaversa javobgarlikni belgilovchi ma'muriy, jinoiy demak qonunchilikdan xabardorligini oshirishimiz zarur hisoblanadi. Ana endi bu borada albatta demak har kunlik, har haftada profilaktik ishlarni yo'lga qo'yishda biz ushbu salbiy holatlarga moyil bo'lgan opa singillarimiz bilan demak muloqotni yo'lga qo'ygan holda profilaktika inspektorini bundan xabardor etishimiz zarur bo'ladi va u bilan ushbu moyil holatlarda qanday yo'l tutishni kengashishimiz, mulohaza yuritishimiz, tahlil qilishimiz zarur hisoblanadi. Chunki har bir oila o'ziga xos xususiyatga ega va har bir sodir etilayotgan huquqbuzarlik ham, jinoyat ham o'ziga xos jihatlarga ega bo'ladiki, ular bilan albatta individual tarzda ishlashimizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari bugungi kunda oilalarda xotin-qizlarimizga nisbatan tazyiq zo'ravonlik masalasi ham bugungi kun tartibida turgan masala hisoblanadi. Bu borada ham hushyorlikni yo'lga qo'yishimiz zarurati shundaki, ko'p holatlarda biz oddiy maishiy nizoni yoki oilaviy janjalni zo'ravonlik sifatida baholashimiz kerak emas yoki shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. Va albatta bu yerda profilaktika inspektorining demak vakolatlari, uning vazifalari hamda uning o'sha mahoratidan foydalangan holda baholashni ham o'rganishimiz kerak. Ya'ni bir shapaloq bilan ya'ni doimiy ko'rsatiladigan tazyiq va zo'ravonlik o'rtasida ancha katta farq borligi
hamda himoya orderini berishni o'zini talablari, o'ziga xos demak tartibi borligini unutmasligimiz kerak. Albatta bu yerda demak qonunlarni bilishimiz, 2019-yilda qabul qilingan xotin-qizlarga qarshi qaratilgan tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish kabi qonunlarda belgilangan talablardan xabardor bo'lishimiz zarur hisoblanadi. Va qolaversa, demak, zo'ravonlik holatida bir tomonlama ishlashni emas, balkim o'sha xotin-qizlarni huquqini himoya qilishda zo'ravondan ajratgan holda zo'ravon bilan ham ishlashni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu borada o'sha zo'ravon bilan ishlashda tuzatish dasturlarini demak yo'lga qo'yishimiz shart hisoblanmoqda va bu borada tuman hamkor tashkilotlarini vazifalari, ayniqsa inson markazi yoki ayollarni reabilitatsiya qilish markazlari, psixologlar, huquqshunoslarni jalb qilishimiz hamda zo'ravon bilan ishlashda albatta mehnat jamoalarini, mahalla jamoasini ham o'rni bor. Mana shu jihatlarni inobatga olgan holda oilani xususiyatini kelib chiqib o'sha zo'ravon bilan ishlash dasturlarini ham amalga oshirishimiz talab etiladi. Va profilaktika inspektori xotin-qizlar faoli bilan birgalikda tegishli mutaxassislarni jalb etib ushbu ishlarni yo'lga qo'yadi. Bu borada huquqbuzarlik, jinoyatchilik va boshqa turli salbiy holatlarga moyilligi bor, demak jazoni ijro etish muassasalari va migratsiyadan qaytgan, tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlar bilan profilaktik va ijtimoiy reabilitatsiya ishlarini yo'lga qo'yadi. Ya'ni reabilitatsiya nima? Bu o'sha doimiy turmush tarzi holatidan demak holatida tazyiq va zo'ravonlikka uchrab muayyan psixologik jabr ko'rgan ayolni holatini o'zi tiklash, ya'ni o'z-o'ziga keltirish, ya'ni doimiy turmush tarziga qaytarish reabilitatsiya hisoblanadi. Ya'ni biz bu borada o'sha opa-singillarimizga kundalik demak turmush tarziga qaytish, sog'lom turmush tarziga qaytishida ham o'sha oilaviy zo'ravon, bu holatda yoki qaynana, qaynota kabi zo'ravonlar bo'lishi mumkin, uchrab turibdi. Mana shular bilan birgalikda ishni yo'lga qo'yishimiz zarur hisoblanadi va reabilitatsiya deganda biz u zo'ravonni xulqini demak to'g'irlash va ayolga nisbatan bo'lgan hurmat, e'tiborni tiklash va ayolni ham o'z demak psixologik holatini tiklab olishimiz nazarda tutiladi va bu yerda profilaktika inspektorisiz harakatlanishimiz nomaqbul hisoblanadi. Ya'ni mahalla xotin-qizlar faoli ushbu jarayonda bir o'zi harakatlanishi to'g'ri emas va bu hech qanday samara bermaydi. Shuning uchun albatta profilaktika inspektori bilan ishni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Ayniqsa demak jinoyatchilikka moyilligi bor ayollarimizni xulq-atvori muhim ahamiyat kasb etadi. Va bu borada ularni demak to'g'ri yo'lga boshlash, qonunda belgilangan javobgarliklar haqida ogohlantirish, bu borada o'sha katta yoshdagi oqil ayollarimiz, mahalla raisi qolaversa, ularni ushbu yo'nalishdan, ushbu huquqbuzarlikni sodir etishdan qaytarishda, ularni kasb hunariga yo'naltirishda yana hokim yordamchisiga demak ehtiyojimiz bor. Keyingi demak yo'nalishdagi bizning hamkorligimiz bu yoshlar yetakchisi bilan bo'lgan hamkorligimiz hisoblanadi. Demak, bu borada ham qiladigan ishlarimiz, hamkorlikni o'rnatadigan yo'nalishlarimiz talaygina. Bular orasida xotin-qizlar faolini, demak, yoshlar yetakchisi bilan yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasi juda muhim hisoblanadi. Chunki yoshlarimizni bo'lajak turmushda demak o'z o'rnlariga ega bo'lishlari, sog'lom ma'naviy demak oilani yo'lga qo'yishlarida
ham ularni hayotda tayyor bo'lishlari muhim hisoblanadi. Bu yerda esa demak yoshlar yetakchisini targ'ibot ishlari, turli birgalikda hamkorlikda tashkil etiladigan tadbirlarimiz muhim hisoblanadi. Bular suhbatlar bo'lishi mumkin. Demak, yosh nikohlanuvchilar bilan turli tadbirlarni amalga oshirishimiz yoki yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash demak kurslari bilan tanishtirishimiz, ularda demak nikohlanuvchilarni o'qishini ta'minlashimiz. Qolaversa bo'lajak qaynona, bo'lajak qaynota, bo'lajak demak qayin opa, qayin singillar bilan ham muloqotlarni, suhbatlarni yo'lga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi yosh oilalar o'rtasida ajrimlarni oldini olish ham albatta yoshlar yetakchisi bilan amalga oshirilishi lozim bo'lgan harakatlarimizdan biri hisoblanadi. Umuman olganda tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda ajrimlarning juda ko'p qismi demak yosh oilalarda, ya'ni 2 yillik, 3 yillik, 5 yillik turmush jarayonida yuzaga keladi. Buni asosiy sabablari demak bu oilaviy qadriyatlar hisoblanadi. Har birimizni o'zimizni shaxsiy qadriyatlarimiz hamda oilaviy qadriyatlarimiz borki, biz juft bo'lib yashashni boshlaganimizda mazkur qadriyatlarimizning bir-biriga uyg'un kelishi, bir-biriga mos kelishi hamda o'zaro hurmat, ishonch va muhabbatning o'rni mana shu qadriyatlarni belgilab beradi. Bu masalalarni esa biz yosh qizlarimizga, yosh turmush qurgan nikohlanuvchilarga demak tushuntirishimiz, ularni bu borada bir-birlarini qadriyatlarini hurmat qilib, tushunib, nizoli vaziyatlarni kelishuv asosida demak yechishga harakat qilishlariga, ularning o'z tilida, ular tushunadigan demak holatlarda bayon etishimiz zarur hisoblanadi. Bu borada esa demak yoshlar yetakchisini mahoratidan foydalanishimiz hamda u bilan birgalikda hamkor bo'lishimiz talab etiladi. Qolaversa, iqtidorli yosh xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash ishlarini amalga oshirishimiz ham muhim hisoblanadi. Qizlarimiz orasida sportga qiziqqan, qizlarimiz orasida demak tillarga qiziqqan hamda qizlarimizning bugungi kunda she'r yozishga bo'lgan demak qiziqishlarini erta aniqlasak, payqasak, albatta yoshlar yetakchisini bundan xabardor qilishimiz kerak bo'ladiki, har bir qizimiz demak Zulfiya mukofotiga demak loyiq hisoblanadi va ularning orasidan o'sha saralash masalalarida ularni yanada o'z qiziqishlarini ro'yobga chiqarishlarida albatta yoshlar yetakchisi bilan birgalikda ishni olib borishimiz kerak bo'ladi. Bunda targ'ibot, tushuntirishlar, tartiblarni tushuntirish hamda ularni to'g'ri to'garaklarga yo'naltirish, to'g'ri murabbiy topish, ularga demak ta'lim yo'nalishini qaysi shaklda olib borishda maslahat albatta kerak bo'ladi. Va bu boradagi ota-onalar bilan birgalikda ham ishlash muhim hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, yoshlar yetakchisi ham bizsiz yoki biz yoshlar yetakchisiz harakatlana olmaymiz, chunki yoshlarimizni o'z istaklarini demak orzularini ro'yobga chiqarishlarda albatta ota-onalar bilan birgalikda ba'zi holatlarda demak tushuntirish ishlarini olib borishimizga to'g'ri keladi. Keyingisi bu ota-onasi mehnat migratsiyasida bo'lgan yoki jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan va undan ozod etilgan oila farzandlari bilan, qizlarimiz bilan ishlashimiz muhim hisoblanadi. Bu yerda demak ota-onasi migratsiyada bo'lgan yoshlarni turli oqimlarga kirib ketmasligi, turli huquqbuzarliklarni sodir etib qo'ymasliklari, qolaversa ularni ta'minoti, demak ijtimoiy holatni himoya qilishda ham yoshlar yetakchisi bilan birga ishlashimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa shu jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan shaxslar bilan farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni
demak to'g'ri yo'lga qo'yilishi va farzandlarda jinoyatga moyillik holatlarini bartaraf etishda ular bilan suhbatlar, ya'ni ularni o'z tilida gaplashishimiz zarur hisoblanadi. Keyingi yo'nalishimizda bu ixtisoslashtirilgan o'quv tarbiya muassasalaridan qaytib kelgan yosh xotin-qizlarni demak ijtimoiy pedagogik reabilitatsiya qilish va moslashuvga ko'maklashishimiz ham muhim ahamiyat kasb etadiki, bu borada demak yana qaytarib o'taman, ayollarni reabilitatsiya qilish bu ularni doimiy sog'lom turmush tarziga moslashtirishimiz, qayta tiklashimiz bo'lib hisoblanadi va bu yerda yosh qizlarimiz va yosh xotin-qizlarimizni ko'mak ular bilan suhbatlar uyushtirgan holda yoshlar yetakchisini ehtiyoj sezamiz. Keyingisi yosh qizlarning demak bo'sh vaqtini samarali tashkil etishimiz, ularni turli to'garaklarga jalb qilishimizda ham demak yoshlar yetakchisini o'rni bor. Va keyingi holatni ahamiyat qaratadigan bo'lsak, bu borada demak ma'naviy, ma'rifiy va sport tadbirlarini o'tkazishda ham biz yuqorida aytib o'tilgandek yoshlar yetakchisi bilan birga hamkorlik qilishimiz kerak bo'ladi. Endi keyingi yo'nalishimizda bu xotin-qizlar faolini ijtimoiy xodim bilan bo'lgan demak hamkorligi hisoblanadi. Xotin-qizlar faoli ijtimoiy xodim bilan ijtimoiy xizmatlarga muhtoj bo'lgan, ehtiyojmand, tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlarni yoki yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan ayollarni, ota-onasi migratsiyada bo'lgan, boquvchisini yo'qotgan oilalardagi bolalarni ijtimoiy himoyasi bilan ishlashi zarur hisoblanadi. Bu ham albatta ijtimoiy himoyani bugungi kundagi roli ahamiyatini oshiradi va ular bilan birgalikda hamkorligimiz zarur hisoblanadi. Bu yerda murakkab tibbiy amaliyotlarga muhtoj bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlarga zarur tibbiy xizmatlar ko'rsatilishini tashkil etish yoki nogironligi bo'lgan xotin-qizlarni protez ortopediya buyumlari bilan ta'minlash choralarini ko'rishda ijtimoiy xodimning o'rni beqiyos. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlarni reabilitatsiya qilish markazlariga, yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan ayollarni muruvvat va saxovat uylariga joylashtirish, keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslarni demak mehnat faxriylarini sanatoriyalarda sog'lomlashtirish choralarini ko'rishda biz albatta ijtimoiy xodim bilan birga ishlarni yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi ota-onasi migratsiyada bo'lgan, boquvchisini yo'qotgan oilalardagi bolalarga zarur tibbiy, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlashda ijtimoiy xodim bilan birgalikda ishlarni yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va hurmatli xotin-qizlar faoli, bizning yana bir hamkorimiz bu mahalladagi soliq inspektori hisoblanadi. Albatta ushbu xodim bilan ham hamkorlikda amalga oshiradigan ishlarimiz talaygina. Va bu borada xotin-qizlar faoli soliq inspektori bilan demak norasmiy band bo'lgan, o'zini o'zi band qilgan yoki hunarmandchilik va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan, tadbirkorlik faoliyatini to'xtatgan xotin-qizlarni soliqqa oid bo'lgan muammolarni hal etishlarida soliq inspektori bilan ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Bunda albatta har bir opa-singilimizni, har bir demak xonadon, oila a'zolarini o'z demak fuqarolik burchlari bilan tanishtirishimiz, soliq talablari masalalari bilan ham bahobar qilishimiz zarur hisoblanadi. Mana endi o'z-o'zini band qilgan, tadbirkor, hunarmand xotin-qizlarimizni soliq bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda, ularni soliq imtiyozlaridan foydalanishlariga ko'maklashishda soliq inspektori bizga hamkor hisoblanadi. Keyingisi o'z tadbirkorlik faoliyatini to'xtatgan xotin-qizlarga korxonani faoliyatini qayta qanday tiklash mumkin va ushbu faoliyatni yanada qanday kengaytirishi mumkin, soliq borasida imtiyozlar mavjudmi yoki yo'qmi, mana shu kabi demak targ'ibot ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yishda soliq inspektorining demak ko'maklari, uning maslahatlariga ehtiyoj sezamiz.
Albatta, mahalla xotin-qizlar faolini mana shu yuqorida aytib o'tilgan har bir yo'nalishdagi hamkorligi va faoliyati bugungi kunda oilalarni mustahkamligi, xotin-qizlarni huquq-manfaatlarini himoya qilishda ahamiyatli hisoblanadi va buni yuqorida juda ko'p ta'kidlab o'tdik. O'ylaymizki, siz hurmatli xotin-qizlar faoli o'z kunlik, haftalik, oylik va chorak rejalaringizni amalga oshirayotganingizda, ularni to'g'ri yo'lda demak rejalashtirishingizda albatta ham hamkor tashkilotlar, ham mahalla yettiligini, hamkorligini yo'lga qo'ygan holda har bir oilani ehtiyoji, har bir oilani o'zini xususiyatdan kelib chiqqan holda to'g'ri yo'lga qo'yasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.